odaming ham yerga quradi mana shunday. O'shanda odaming ham chaqiradi, sen ham chaqirasan, meni bitta chaqirib ketay deganlarda Alloh ruxsat bergan ekan bir marta chaqirib ketishiga. O'shaning uchun hurmatli aziz birodarlar, mana bu joylarga, mana bu Allohning nazari tushgan yerlarga Alloh subhanahu va taolo chaqirganlar ham kelar ekan. Shaytonni layin chaqirganlar ham kelar ekan. Odam chaqirganlar ham, Odam alayhissalom, mana Ibrohim alayhissalom chaqirganlar ham kelishar ekan. Hurmatli aziz birodarlar, bu bilan demoqchimanki, mana oramizda kecha hoji ona o'tdilar. Hoji onani Alloh chaqirgan ekan. Chunki Alloh subhanahu va taolo chaqirganlar mana shu joyda qo'lim topadilar, mana shu joyda qoladilar. Odam chaqirganlar chiroyli suratda amallarda ato etib, xursandchilik bilan vatanlariga, farzandlarini bag'riga qaytadilar. Shaytonlarni chaqirganlar ham mana bu joyda hamma kabi ibodatlarni qilib, hamma kabi vatanlariga qaytadilar. 40 kungacha hurmatli hoji otalar, hoji onalar hammani duosi ijobat bo'lar ekan. 40 kungacha. 40 kundan keyin o'sha shayton chaqirgan inson sekin-sekindan mana bu ibodatlardan qaytadi ekan. Mana bu Allohning nazari tushgan yerlarga kelgunga qadar qanaqangi bir noto'g'ri amallarni qilib yurgan bo'lsa, ana shu amallarini undan-da ziyodasiroq qilishni boshlaydi. Biz ana shundan bilib qolamiz ekanki, bu odamni shayton chaqirgan. Mana o'zlaringiz ham guvoh bo'lasizlar, vatanimizga borganda ko'rgansizlar shu davrgacha ham. Uni hoyaga unaqa ish qilar ekan. Bizni shu Ibrohim alayhissalom odam otalarimiz chaqirgan bo'lsin, farzandlarimizni ham shunaqangi qilib chaqirgan bo'lsinlar deyishimiz kerak ekan. Mana chiroyli tarzda amallarni ado etib, umr amallarini bir chiroyli tarzda bajarib, mana hoji onamiz Dorul Xanodan Dorul Boqo'ga rihlat qildilar. Hoji onamizni Alloh subhanahu va taolo joylarni jannatdan qilsin, qorong'i yo'llarni yorug' aylasin. O'zini Abu Kavsar suvlaridan serob qilsin, rahmatinglardan, jannatinglardan qilib, jannatul mavo, jannatul naim, jannatul firdavs tomonlaridan yo'l ochgan bo'lsin. Hurmatli aziz birodarlar, bu joylarda qolish hammaga ham nasib qilmaydi. Alloh hammani ham chaqirolmaydi. Alloh o'zini suygan bandasini chaqiradi. Mana qaranglar, bu jizani hattoki o'sha Kalyaskada aytib berishyapti bizga, Kalyaskada umr amalni bajarish kerak ekan. Hattoki ona qizim mana shu Kalyaskani pulini tezda ado etgan. Bu yer shuni tezlatib, shuni mana qizlari bermoqchi bo'lgandan keyin omonat topshiribdilar. Hattoki mana bu joylarga kelishga mana sizlarni soat 8 ga aytgan bo'lsa, onaxon 3 soat oldin soat 5:30 da avtovokzalga kelib olish kerak. Kelishga shoshiling. Alloh o'zi qalbiga so'playadi deb bunaqa narsalar. Hurmatli hoji otalar, hoji onalar, yana Allohdan shuni so'rashimiz kerak ekanki, hozir mana yana bir marotaba sizlarga mana bu jamaratni ko'rish nasib turibdi. Mana biz hozir jamaratdan o'sha shaytonga tosh otadigan joydan o'tib boryapmiz. Ibrohim alayhissalom o'sha Ismoil alayhissalom farzandlaridan keladiganlarda farzandlari Ismoil alayhissalom kim bilandir gaplashib qoladi. Ham o'g'lim nima qilyapsiz deganlarda bir inson, bir odam otang seni so'ygan olib ketyapti desa tosh oting deganlar. Bu kichkina shayton bo'lgan. Yana ozgina yurganlardan keyin yana gaplashib qolgan. Ey o'g'lim, kim bilan gaplashyapsiz? Ha, bir kishi otang seni so'ygan olib ketyapti. Tosh oting deganlar. Bu o'rtanchi shayton bo'lgan. Yana ozgina yurganlardan keyin yana shu narsa takrorlanganda Ibrohim alayhissalom, Ismoil alayhissalomga o'g'lim yana tosh oting deganlar. Tosh otganlar bu katta shayton bo'lgan. O'shaning uchun mana bu yerga kelgan hoji otalarimiz, hoji onalarimiz Qurbon hayitida kelganlar mana shu Jamarat degan joyda, mana shu joyda tosh otadilar. Mana bu sizlar ko'rib turgan Mino vodiysida bular yashaydilar. Mana shu har bitta so'pimani tagida 50 tadan odam turadi, o'z kichkina bir ko'ringan bilan. Mana shu joyda bular 4 kun, 4 kecha kunduz istiqomat qiladilar.
bir kun kunduz kuni sizlar ko'rgan Arofatda bo'lsa, bir kun kechasi Muzdalifada o'tkazadilar kechani. Shunday qilib 5 kun davomida bular mana shu joylarda istiqomat qiladi. Xudo xolasa Alloh subhanahu va taolo nasib etsa, hammamiz birgalikda o'sha haj amallariga ham Qurbon hayitida sizlar bilan mana kam gaplashdik. Allohdan so'raymanki, sizlar bilan birgalikda mana shu haj amallariga birga kelsak-ku, mana shu joylarda sizlar bilan birga amallarni bajarsamu, sizlar bilan birga mana bu joylarda tarixini bundan-da chiroyli qilib gapirib bergan bo'lardim. Allohdan so'rab qolaman, Alloh subhanahu va taolo sizlarni mana bu joylarga qilgan qadamlaringni bilinchi voqeasiz qilmasin. Takror keyingi safarlarda farzandi nabiralar bilan ko'pchiliklashib kelishda Alloh subhanahu va taolo nasib etsin. Avlodi ajdodlaringni Alloh subhanahu va taolo hojilar silsilasini artmasin. Hurmatli aziz hoji otalar, hoji onalar, mana bu turnirlar haqida ham Abdulaziz Qori akamiz gapirib bergan bo'lsalar kerak. Mana shu turnirni ham 1,5 ming yil oldin, 1,5 ming yil oldin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam gapirib o'tib ketganlar. Oxir zamonda eng katta belgilardan biri Makka shahri tepadan qaraganda kalamush uylarga o'xshagan joylar ko'p bo'ladi deb targ'ibot qilganlar, gapirganlar. Hozir mana shu Makka shahrida 94 ta tunnel bor ekan. Mana shu 94 ta tunnelda 188 ta tomoni bor. Tepadan qaralganda xuddi Rasululloh aytganlari kabi kalamush uyga o'xshab ko'rinar ekan. Qarang, 1,5 ming yil oldin mana shu voqealarni gapirib o'tganlar. Hattoki biz 13-yilda hajga kelganimizda bironta bu joylarda daraxt ko'rmaganmiz. Qaranglar, daraxtlar katta bo'lganini. Mana Madina, Makka shaharlarining orasida giyoh o'smagan. Mana qaranglar, qanchalik ko'kalamzor bo'lganlarini. Ularning hammasi Rasululloh aytganlar, ko'kalamzor bo'ladi, bog'lar bo'ladi, sharqirab suvlar oqadi, daryolar oqadi deganlar. Oxir zamonda belgilari bular deganlar. Mana sekin-sekin Rasululloh aytgan so'zlar kelib qolyapti. Hurmatli aziz birodarlar, hali bizda imkoniyat bor ekan. Oxir zamonda belgilari bo'lyapti ekan-ku, lekin oxir zamon hali yaqin emas ekan. Biz mana bu imkoniyatlardan foydalanib, farzandlarga, nabiralarga, hammasiga nasihatlar qilib, mana shu Allohning yo'lida to'g'ri yurib, to'g'ri turishliklarini, halol bo'lishlarini uqtirib o'tishimiz kerak ekan. Bu joyga biz sizlarni ibratlanmak uchun olib kelamiz. Mana bu joyga kelganda ibrat olishimiz kerak bu joylarning tarixi haqida. Chunki mana shu joylarda turgan insonda 1 riyol puli bo'lmagan, 1 riyol puli bo'lmagan. Xo'jaligida 1 riyol puli bo'lmagan. O'sha maktabda o'quvchilik paytida ziyoratga chiqamiz. Ertaga hammalaring 1 riyoldan pul olib kelasizlar. O'quvchilarga 20-30 ta o'quvchi bo'lgan. 29 ta o'quvchi pul olib kelgan. Degan mana ustozim hammalari ustoz ustiga qo'ygan. Rojixiy bitta, rojixiygina pul olib kelgan. Endi mana ishlarimizda o'qituvchilar bor. Hamma o'quvchilarni oilasini bular juda ham yaxshi o'zlashtirib olgan. Hammalarini biladi sharoitni. Rojixiyni ustozi ham Rojixiyni pul akimasligini oldindan bilgan. Uni xo'jaligida pul yo'qligini ham oldindan bilgan. Lekin olib kelmagandan keyin Rojixiy yetgancha, "Ey Rojixiy, tur, sen o'rningdan turgin chiqaning.
Shunda rojihiy tahlika ostida o'rnidan turdi. Hozir meni ustozim nega pulov qilmading deb hammani oldida mulzam qiladi. Men endi nima bu odam bo'ldim degan bir tahlika ostida o'rnidan turganda ustozlar aytadiki, "Ey rojihiy, meni senga bitta savolim bor. Shu savolga sen to'g'ri javob bersang, meni senga mukofotim bor." dedi. Rojihiyga o'sha bir kun oldin o'zi tayyorlab qo'ygan ekan, bitta temir parchasi bilan bitta yog'och parchasini ko'rsatar ekanki, "Ey rojihiy, ikkala qo'llarga bitta ol. Sen aytguncha, bunisi og'irmi yo bunisi og'irmi?" degan savolni beradi. Albatta, temirdan yog'och parchasi yengil, temir og'ir. Bu qo'lingizdagi temir parchasi og'ir ustoz, bu yog'och parchasi yengil. "Ey rojihiy, sen meni savolimga to'g'ri javob berding. Mana sen uchun 1 riyol deb, cho'ntagidan 1 riyolni ustoz yo'qadi. Sen ham do'stlaring kabi ziyoratga borasan endi." dedi. Rojihiy xursandligidan dod yig'laydi. Qarang, u borib onasidan so'rayapti, "Onajon, ertaga meni ustozim ziyoratga aytdi. Menga 1 riyol pul kerak. Bolajonim, menda pul yo'q. Dadangizdan so'rang." Biladi, erida ham pul yo'q. Katta oila bo'lgan, ular pulga emas, dadalari yarim tomonga, onalari yarim tomonga ertalabdan kecha kunduzda uyda xizmatga bo'lishadi. Kekalari bitta non topgan ekan, shuni xo'jaligida yeydi ekan. Onalardan so'rayman, "O'g'lim, endi pulimiz yo'q-da. Hammasi Allohdan, siz boravering. Alloh hammasi Allohdan. Alloh o'zi oson qilguvchi. Boring o'g'lim" deb o'g'liga yaxshi gapirib jo'natib yuboryapti. Kirmashib, sekin-sekin qo'lga tortib, mana katta biznesmen darajasiga. O'zida mashinalari bo'ldi, katta villalari bo'ldi, hokazo bo'ldi-yu, ustozi esiga tushdi. Ustozi esiga tushyapti. Ustozini izlab topyapti. Ustozi Falastindan kelgan ekan, qiyinchilikdan judayam bir amri hol zo'r hayot kechirib, endi shu Falastinga ketaman o'zim yurtib turganda, bu izlab topib boryapti ustoz. "Ey ustoz, siz meni tanidingizmi?" "Yo'q, men seni tanimadim. Men sizni o'qishingiz rojihiy bo'laman. Sulaymon rojihiyman." "Ha, men sani rojihiy, sen juda o'zgarib ketibsan. Bu bilan yurgan mashinalaring bilan ustoz, yuring mashinaga o'tiring, oilangiz bilan o'tiring mashinaga. Men sizni bir joyga olib boraman. Mana mashinasini olib kelyapti-da, bir uyani tayyorlab qo'ygan ekan, bir hashamatli binoni ichidagi oziq-ovqat hamma yo'q tayyorlab qo'ygan. Xizmatkorlarga chopib qo'ygan. Ana shu xonani kalitini ustoziga beryapti, qaraydi. Ustozi rojihiyga qarab, "Rojihiy, sen judayam bir haligi bo'y badolatga ketibsan. Shuncha muomala hammasi seniki bo'lsa" deb ta'jablangan. Shunda rojihiy aytadi, "Ey ustoz, men sizga mana shu bitta uyda xizmatkorlari bilan berdim. Siz xursand bo'lmadingiz. Mana shu bilan mashinamni kaliti ham sizga beryapti. Qarang, bilib turgan mashinasini kalitini berdim. Siz menga 2 riyol berganingizda men xursandlikdan nozik yig'lagandim. Ustoz, men sizga bitta villani odamlari bilan mana shu katta hashamatli binoni beryapman. Lekin siz mendan xursand bo'lmadingiz. Mana shu mashina ham sizga beryapman." Ha, ustoz. Buni qarang, rojihiy hattoki o'limidan oldin farzandlariga vasiyat qilyaptiki, "Farzandlarim, men ustozimning nomiga 200 dan ortiq masjid qurdim. Mana bu bo'yliklarim hammasi sizlarga. Ko'chmas mulklarim, lekin mana bu meni 8,5 milliard dollar pulim bor ekan. Men bularga ehson qilaman. 8 milliard dollar pulini bir kunga ehson qilaman. Endi o'zini kundaligini ehson qilishni vasiyat qilyapti. Va meni ustozimni ham billaringni faromush qilmaysizlar dedi. Mendan keyin ham ustozimga, ustozim nomiga hozirgi kunda 600 dan oshiq masjid bor ekan. Ustozim nomiga. Qaranglar. Mana shu hech narsasi yo'q.
yigitni mana shu quriladigan binolar bilan qarang. Mana shu joyda mana ketgan sariq binolarda hamma sariq binolarga bo'yalganda bular. Mana shu sariq binolarda hammasi shu rojixiga tegadi. Hattoki islom taraqqiyotida islom davlatlarida foizsiz pul beradigan rojixiy banklari bor. Mana o'sha Baytullohga olganda atroflarni ko'rsalaringan katta taraftalaring rojixiy bank. Bari rojixiy bank. Odamlarga foizsiz pul beradi, odamlarga islom qiladi. 5000 gektardan ortiq xurmo bog'i bor ekan. 50 dan ortiq xurmo turi yetishtiriladi. Bu 27-yili tug'ilib 1927-yili tug'ilib 2095 yoshda vafot etganda 2023 yoshda 95 yoshda